Allohga qasamki, yalang'och ayol bor joyda bir dona ham erkak kishi bo'lmaydi. Yana Allohga qasamki, yalang'och ayolning uyida bir dona ham erkak bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam noshariy kiyingan ayollarning uyidagi erkaklarni dayuslar deb nomladi. Imom Ahmad rahimahulloh Abdulloh ibn Amr ibn Os radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan buyuk hadisda va bu hadisning isnodi sahih va bu Rasulullohning payg'ambar ekanliklariga dalolat qiluvchi hadis. Aytadilarki, oxir zamonga yaqin ummatimdan erkaklar bo'lmagan yarim erkaklar paydo bo'ladi. Erkak bo'lmagan dayus erkaklar. Ular masjidlarga birinchi qatorlarga namozga kelishadi, lekin ularning ayollari o'ranmagan yarim yalang'och. Subhanalloh. Masjidlarga birinchi qatorlarga namozga kelishadi, lekin ularning ayollari o'ranmagan yarim yalang'och. Ular ziynatlarini va avratlarini ko'z-ko'z qilib yurishadi. Ularni la'natlanglar, chunki ularga Allohning la'nati tushgan.